Aziz va muhtaram futbol muxlislari, Sport telekanali translyatsiya studiyasi barcha charm top ixlosmandlarini poytaxtimizdagi yangi Bunyodkor stadioniga taklif etadi. O'zbekiston milliy chempionatining 4-tur uchrashuvlari bugundan start olmoqda va Bunyodkor stadioni birinchi marotaba O'zbekiston chempionati uchrashuviga mezbonlik qiladi. Xabaringiz bor, yaqindagina ushbu arenada O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatining 4-saralash bosqichida Livan terma jamoasiga qarshi kurash olib bordi va 1-0 hisobda g'alaba qozonib, mundial sari yana bir dadil qadam tashladi. Endi demak, ana shu arena bevosita Bunyodkor klubi ixtiyoriga berildi. Bunyodkor jamoasi ishtirokidagi O'zbekiston chempionati, mamlakat kubogi hamda Osiyo Chempionlar Ligasi uchrashuvlari bevosita Bunyodkor stadionida bo'lib o'tadi. Albatta, milliy terma jamoamiz ishtirokidagi uchrashuvlar ham bevosita ana shu arenada o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Guliston bugun raqib bo'ladi Bunyodkor jamoasiga, Oliy liganing yangi a'zosi va ta'kidlash lozimki, Baxtiyor Ashurmatov anchagina yaxshi jamoa shakllantirib, kuchlilar safiga yetib kelganligini barchaga namoyish eta oldi. Har holda dastlabki 3 turda Guliston futbolchilari ancha iliq taassurot qoldirishdi. Hali biror marta ham mag'lubiyat alamini totib ko'rishmadi. Bunyodkor ham 3 uchrashuvda 3 ta g'alabaga erishdi, 9 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda. Bunyodkorda ham mag'lubiyat yo'q, ammo Guliston Bunyodkordan farqli ravishda mag'lubiyatga uchramagan bo'lsa-da, bitta g'alaba va 2 ta durang qayd eta oldi. Aslida Bunyodkor va Guliston jamoalari O'zbekiston chempionatlari doirasida bir-birlariga ro'baro kelishmagan shu paytga qadar, chunki siz yaxshi bilasiz, Guliston klubi Oliy ligada 1993, 1994, 2000 hamda 2003 yillarda qatnashgan. Bunyodkor esa o'z ishtirokini 2007-yildan Oliy ligada boshlab, o'shandan buyon kuchlilar safida muntazam davom ettirib kelayotganligini yaxshi bilasiz. Xullas, milliy chempionatlarimiz doirasida ushbu ikki jamoa a'zolari bir-birlariga endi ro'baro kelishmoqda. Akmal Shorahmedov, milliy terma jamoamiz a'zosi, bugun zaxira o'rindig'ida buni tushunish mumkin, chunki Akmal yaqindagina Livanga qarshi uchrashuvda harakat qildi asosiy tarkibda va kattagina kuch sarflagan bo'lishi turgan gap. Qolaversa, Bunyodkorni oldinda Osiyo Chempionlar Ligasining muhim uchrashuvi kutib turibdi. 2-aprel sanasida, demak, Bunyodkor futbolchilari aynan shu arenada Xitoyning Peking Guan klubini qabul qilishadi va ana shu uchrashuvga Akmalning tiklanib olishi maqsadida Mirjalol Qosimov bugun uni zaxira o'rindig'ida ushlab turishga qaror qildi va agar zarurat tug'ilsa Akmal albatta maydonga tushadi. Lekin hozircha uchrashuvni u zaxira o'rindig'ida boshlaydi. Guliston jamoasi futbolchilari bizga namoyish etilyapti. Demak, gulistonlik futbolchilar birinchi turda Zarafshonda Qizilqumsdan 2-0 hisobda g'alaba qozonib qaytishdi. Keyingi 2 o'yinda Olmaliq va Dinamo klublari bilan esa bir xil durang natijalar qayd etildi. 0-0 hisobda ushbu o'yinlarda hisob ochilmadi. Xullas, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, Guliston ham, Bunyodkor ham shu paytga qadar, demak, chempionatning 22-chempionatning dastlabki 3 turida hozircha o'z darvozalari daxlsizligini saqlay olishmoqda. Albatta, bu borada Bunyodkorda vaziyat biroz yaxshi. Bunyodkor futbolchilari 3-uchrashuvda raqiblar darvozasiga 11 ta to'p kiritishdi. Gulistonlik futbolchilar esa hozircha 2 ta gol bilan cheklanishdi. Albatta, uchrashuvga futbol muxlislari yetib kelishlari, tashriflari davom etyapti. Stadionga hali barcha kelgani yo'q. Tashqarida ham muxlislar qiziqish bilan kuchayotganda ana shu o'yin boshlanishini bilmadik. Bu Guliston va Bunyodkor jamoalari o'yiniga bo'lgan qiziqishmi yoki o'sha yangi stadionda, yangi arenada kelib futbol tomosha qilish zavqimi? Har holda qiziqish avvalgi o'yinlarga nisbatan anchagina yuqori. Gulistondan ham bir guruh futbol muxlislari yetib kelishganligini ko'rmoqda. Mana ular o'tirishdi bevosita. Albatta, ular mavsum davomida o'sha biz Baxtiyor Ashurmatov bilan ham gaplashganimizda gulistonlik bir guruh futbol muxlislari jamoa ishtirokidagi barcha safar uchrashuvlarda ham o'z jamoalarini, sevimli jamoalarini qo'llab-quvvatlashga harakat qilishlari va safarlarga jamoa bilan birga yo'l olishlarini ta'kidlab o'tgandi. Mana bunga bevosita guvoh bo'lmoqdamiz. Bugun Toshkentga ham bir guruh futbol muxlislari Gulistondan yetib kelishdi. Bu esa Bunyodkor muxlislari bugun ana stadion umumiy planda bizga namoyish etilyapti. Chindan ham ajoyib arena.
Bugun faqatgina ikkita uchrashuv bo'lib o'tadi, 4-turning ikkita o'yini. Bunyodkor o'z maydonida Gulistonni qabul qilsa, Paxtakor Bekobodda Metallurg mehmoni bo'ladi. Bu bejiz emas, aynan shu ikki jamoalar ishtirokidagi uchrashuvlar bugun o'tkazilayotganligi, chunki ta'kidlab o'tdik, kelasi haftada seshanba va chorshanba kunlari yetakchi klublarimizni Osiyo Chempionlar Ligasining muhim uchrashuvlari kutmoqda. Aytib o'tganimizdek, 2-aprel sanasida Bunyodkor Pekin Guan klubini qabul qilsa, Paxtakor futbolchilari bir kun o'tgach 3-aprel sanasida Qatarda mahalliy Laxviya mehmoni bo'lishadi. Paxtakor nihoyatda omadli boshladi Chempionlar Ligasini va dastlabki ikkita turda ikkita g'alabaga erishdi. Hozircha maksimal natija 100% natija qayd etishmoqda va guruh jadvalini ishonch bilan boshqarib turishdi. Albatta Qatarda ham biz O'zbekiston chempioniga omad tilab qolamiz. Shuningdek, albatta Bunyodkor jamoasiga ham Xitoy klubiga qarshi kechadigan uchrashuvda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bunyodkor tarkibida o'zgarishlar bor. Biz albatta tarkib xususida biroz keyinroq to'xtalib o'tamiz. Jamoaning to'qirar futbolchisi Oleksandr Pishchur bugun zaxirada, asosiy tarkibda esa hujum chizig'ida Kamoliddin Murzoyevga ishonch bildirilgan. Balki Pishchur ham o'yin davomida maydonga tushar. Har ikkala jamoa a'zolari yashil maydonga chiqib kelishmoqda. Bunyodkor ko'p kiyimda bugun harakat qiladi. Mehmonlar Guliston futbolchilari esa sariq libosda maydonda saf tortishmoqda. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, bugungi uchrashuvni oliy toifalik hakam navoiylik Rustam Bobomurodov boshqarib boradi. Unga qanotlarda birinchi toifalik hakamlar Ruslan Samandarov hamda Obid Jumayevlar yordam berishadi. Rasmiy 4-hakam ham birinchi toifadagi hakam Sergey Imliv. Hakamlar guruhi Navoiy viloyatidan. Uchrashuv nazoratchi hakami milliy toifadagi hakam toshkentlik Sardor Najafaliyev. Har ikkala jamoa sardorlari Xurshid Yo'ldoshev hamda Ignatiy Nesterovlar hozir birlar bilan uchrashuvdan avval salomlashib olishdi. To'pni kim o'yinga kiritib beradi, qaysi jamoa birinchi bo'limda qaysi maydonning qaysi tomonda harakat qiladi, aynan shu savollarga oydinlik kiritilmoqda. Bizga Bunyodkor jamoasi tarkibi namoyish etildi. Tarkib xususida albatta to'xtalib o'tamiz. Va bugungi uchrashuvda har ikkala jamoa a'zolariga omad tilab qolamiz. Bu Guliston jamoasi tarkibi. Albatta xohlardik Baxtiyor Ashurmatov Sirdaryo viloyatida umuman Gulistonda ajoyib jamoa shakllantirishini va jamoa Oliy ligaga shunchaki sayohat uchun tashrif buyurmaganligini, shunlar safida qolsin, yuqori o'rinlar uchun kurash olib borsin, o'zbek futbolida yana bir nomdor klubning paydo bo'lishiga tilakdoshmiz va umid qilamizki, bu borada yosh mutaxassis Baxtiyor Ashurmatovga omad yor bo'ladi. Demak, Bunyodkor darvozasi birinchi bo'lim ekranlaringizning chap tomonida joylashadi. Ignatiy Nesterov chap tomondagi darvozani qo'riqlaydi. Uchrashuv boshlanishiga esa sanoqli soniyalar qolmoqda. Jamoa Oliy ligaga chiqqach, Baxtiyor Ashurmatov Oliy liga havosini olgan, kuchlilar safida to'p surgan futbolchilarni klubga taklif etishni ma'qul ko'rdi. Demak, Ibrohim Rahimov kelib jamoa tarkibiga qo'shildi. Qolaversa, tajribali hujumchi Nosir Otaqo'ziyev, Elyor Jahonov, Sobir Usmonxo'jayev, ularning barchasi Oliy liga klublarida to'p surishgan, Oliy liga havosidan nafas olishgan va bu borada yaxshigina tajriba to'plashga ulgurishgan. E'tiborlisi, o'sha Baxtiyor Ashurmatov qaysidir ma'noda jamoa o'zagini saqlab qolishga harakat qildi va bir ikki tajribali futbolchilar bilan tarkibni yanada kuchaytirishga harakat qildi va buni qaysidir ma'noda uddaladi ham. Bugun bevosita guvoh bo'lamiz jamoaning kuch va imkoniyatlariga. Demak, uchrashuv boshlandi. Albatta, Gulistonning bugungi raqibi anchagina jiddiy jamoa Bunyodkor va qolaversa jamoa o'z maydonida o'ynamoqda. Bunyodkorni nazarda tutyapman. Lekin Guliston har bir uchrashuvda istalgan raqibga jiddiy bosh og'riq tug'dira olishiga ishonmoqda. Buni jamoa bosh murabbiysi ham bir necha bor ta'kidlagan edi. Bunga albatta ishongimiz keladi va
ko'ramiz. Jamoalar tarkibi bilan tanishtirib o'tamiz. Demak, mehmonlar Guliston jamoasidan boshlaymiz. Darvozada 24-raqamda Doniyor Usmonov, 2-Ibrohim Rahimov, 3-Akbar Sattayev, 18-Bobur Akbarov, 23-Sarvar Jo'rayev, 25-Elyor Jahonov, 7-Robbimjon Hasanov, 15-Sobir Usmonxo'jayev, 22-Tohir Shamsuddinov, 9-raqamda jamoa sardori Xurshid Yo'ldoshev, 11-Nosir Otaqo'ziyev. Bosh murabbiy Baxtiyor Ashurmatov. Bunyodkor tarkibi: Ignatiy Nesterov darvozada 1-raqamda, 4-Xayrullo Karimov, 6-Anvar G'ofurov, 8-Javlon Ibrohimov, 13-Lutfullo To'rayev, 14-Ali Bobo Rahmatullayev, 16-Artyom Filipasyan, 17-Kamoliddin Murzoyev, 18-Fozil Musayev, 19-Jasur Hasanov va 23-raqamda Sahor Jo'rayev. Bosh murabbiy Mirjalol Qosimov. Gulistonlik futbolchilar hujumga o'tishyapti, lekin Sahor Jo'rayev raqib hujumini buzishga muvaffaq bo'ldi. Javlon Ibrohimov jamoadoshlari tomon to'pni aniq yetkazdi va Artyom Filipasyan hozircha Xayrullo Karimov bilan o'ynashni ma'qul ko'rdi. Mehmonlar pressing qo'llashga urinishmoqda, e'tibor bering. Bunyodkor jarima maydonida. Lutfullo To'rayev jamoasining navbatdagi hujumini boshlab beradi. Kamoliddin Murzoyev oldingi chiziqda to'p so'rayapti, ammo markaz bo'ylab harakatlanishni ma'qul ko'rdi Lutfullo. Anvar G'ofurov bugun Akmal Shorahmedov o'rnida Anvar G'ofurov harakat qilyapti o'ng qanot himoyasida. Ali Bobo Rahmatullayev esa o'z qanotida o'ng qanot, demak yarim himoyasida harakat qiladi. Burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Bunyodkor futbolchilari ushbu standartni amalga oshirishadi. Guliston futbolchilaridan biriga tibbiy yordam ko'rsatilyapti maydonda. Jasur Hasanov esa burchakdan to'pni o'yinga kiritib berishga tayyorgarlik ko'ryapti. Demak, birinchi burchak zarbasi. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Gulistonlik futbolchilar to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Demak, Jasur yana bir bor to'pni burchakdan o'yinga kiritadi. To'p jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Xavfli vaziyat. Darvozabon yaxshi harakat qildi. Hozir to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Elyor Jahonov to'pni oldingi chiziqqa yetkazib berganda, bu yerda to'pni Bunyodkor futbolchilari o'yinga kiritib berishlarini ta'kidlamoqda hakam aynan mana shu vaziyat uchun. Sobir Usmonxo'jayev hozir to'p uchun kurash olib borganda, Lutfullo To'rayev to'p oldida. Maydon markazidan jarima zarbasi amalga oshirilmoqda. To'p raqib jarima maydoniga yetkazib berildi. Himoyachilar to'pni qaytarishda. Yana bir imkoniyat Bunyodkor futbolchilarida. Javlon Ibrohimovning zarbasi anchagina noaniq. Hozir mana 5-daqiqadayoq mezbonlar hisobni ochish uchun yaxshi imkoniyatga ega bo'lishgan edi, lekin bu vaziyatda omad mehmonlar tomonida bo'ldi. E'tibor berishingiz mumkin ushbu holatga. Doniyor Usmonov to'pni o'yinga kiritib berishga taraddud ko'rmoqda. Filipasyan to'pni qarshi oldi. Elyor Jahonov xatoga yo'l qo'ydi. Lutfullo To'rayev to'pni egallab olib tezlik bilan oldinga boryapti, lekin uni to'xtatib qolishdi bu vaziyatda. Guliston futbolchilari. Sobir Usmonxo'jayev unga nisbatan faollik ko'rsatgan. Usmonxo'jayev to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Mezbonlar uni o'yinga kiritib berishadi. Jasur Hasanov to'pni jamoadoshlar tomon aniq yetkazib bera olmadi. Yana mehmon futbolchilar to'pni egallab qarshi hujumga o'tishayotgan pallada esa to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Yon chiziqdan Baxtiyor Ashurmatov shogirdlari to'pni o'yinga kiritishmoqda. Ibrohim Rahimov
Ana chap qanotda kattagina bo'shliq yuzaga kelgandi. Guliston futbolchilari aynan shu zona bo'ylab hujumga o'tishdi va juda yaxshi imkoniyat yuzaga kelgandi hozir. Nosir Otako'ziyev bosh bilan zarba berdi, ammo Ignatiy Nesterov o'z o'rnida. Anvar G'ofurov. Rustam Bobomurodov to'pni o'yinga kiritishni talab qilmoqda Anvar G'ofurovdan. Demak, Bunyodkor himoyachisi jamoadoshlar tomon to'pni tashlab berdi. Alibobo Rahmatullayev yo'q, bu yerda Kamoliddin Murzayev to'p uchun kurash olib borganda, Jasur Hasanov jarima maydonida to'pni 11 metrlik nuqta tomon yetkazib berganda himoyachilar xavfni bartaraf etishni uddalashdi. G'ofurov, Ibrohimov, To'rayev. Imkoniyat berishmadi Lutfullohga bu safar ham. Qarshi hujumga gulistonlik futbolchilar o'tishmoqda. Ajoyib tarzda to'p chap qanotga yetkazib berildi. Hujum davom etadi. To'p endi jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Xayrulloh Karimov yaxshi harakat qildi. To'pni qaytardi. Fozil Musayev. Lutfulloh To'rayev. Ajoyib to'p uzatilishi. Alibobo Rahmatullayev biroz to'pga kech qoldi hozir. Va qanot hakami Bunyodkor futbolchisi tomonidan o'yin qoidasi buzilganligini qayd etmoqda. Maydon markazida to'p uchun kurash. Anvar G'ofurov to'pni qaytardi. Tohir Shamsuddinov yana maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Anvar G'ofurov Kamoliddin Murzayev tomon to'pni uzatmoqda. Himoyachilar hozircha Kamoliddinga imkoniyat berishmayapti. Lutfulloh To'rayev. Gulistonlik futbolchilar to'pni maydonda saqlab qola olishdi. Nosir Otako'ziyev orqali hujumni rivojlantirishga harakat qilishmoqda. Xayrulloh Karimov. Sahob Jo'rayev, Jasur Hasanov, Fozil Musayev to'pni yana Jasurga qaytardi. Jo'rayev, Sahob Jo'rayev to'p jarima maydonida. Kim yakunlaydi hujumni? Alibobo Rahmatullayevning zarbasi bilan 10-daqiqa uchrashuvda davom etmoqda. Hozircha har ikkala jamoa a'zolari ham imkoniyatlarga ega bo'lishyapti. Gulistonda ham yaxshi imkoniyat yuzaga kelganda o'sha Nosir Otako'ziyevga to'p yetkazib berilgan pallada hujumchining bosh bilan bergan zarbasini Ignatiy Nesterov bartaraf eta oldi. Bunyodkor futbolchilari esa o'sha pozitsion hujumdan so'ng Javlon Ibrohimovning zarbasiga guvoh bo'ldik, ammo bu zarbaga aniqlik yetishmadi. Lipasyan to'pni qaytarmoqda. Javlon Ibrohimov. Fozil Musayev raqibdan to'pni olib qo'ydi. Katta tezlikda oldinga boryapti. O'ng qanotga to'pni yetkazdi. Alibobo Rahmatullayev to'pni jarima maydoniga uzatmoqda, ammo to'p Tohir Shamsuddinovga tekkan holda maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Tezlik bilan Bunyodkor futbolchilar to'pni kiritib berishni maqsad qilishgan edi, lekin Alibobo Rahmatullayev bu ishni Anvar G'ofurov bajarishni ma'qul ko'rdi. Sahob Jo'rayev. Sahob to'pni jarima maydoniga yetkazmoqda. Sobir Usmonxo'jayev to'pni qaytardi. G'ofurov.
Ibrohimov. Musayev. Jasur Hasanov. To'p jarima maydonida Kamoliddin Murzoyev. Darvozabon yaxshi o'ynadi, bu vaziyatda imkoniyat bermadi. Ali Bobo Rahmatullayev. Bu safar ham yetkazib bergan to'pini himoyachilar qaytarishdi. Yana bir urinish. Darvozabon o'z vaqtida to'pga chiqib keldi va bu safar to'pni egallab oldi. Tohir Shamsiddinov to'pni qaytardi. To'p yana chap qanotga qaytarildi. Bu yerda Anvar G'ofurov jamoadoshlariga to'pni qaytarib olib berdi. Lutfulla To'rayev tezkor hujum tashkil etmoqda. Bunyodkor Kamoliddin Murzoyev fursatni qo'ldan boy berdi. Uzoq masofadan gollangan zarba esa noaniq. Bunyodkor uchun bu o'yinning ahamiyati nihoyatda yuqori. Biz ta'kidlab o'tdik. Jamoa o'sha Osiyo Chempionlar Ligasida Xitoyning Pekin Guan klubiga qarshi kechadigan uchrashuvga tayyorgarlik ko'ryapti. O'z navbatida Guliston uchun ham bu o'yin ahamiyatli. Jamoa Bunyodkorga qarshi O'zbekistonning bugungi kundagi eng kuchli jamoalardan biriga qarshi kurash olib boryapti va bunday uchrashuvlarda odatda murabbiylar o'z shogirdlarining barcha kamchiliklarini, barcha yo'l qo'yayotgan xatolarni ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shu boisdan ham Baxtiyor Ashumatov uchun ham bu o'yin nihoyatda muhim va kerak. Qanday natija qayd etilishidan qat'iy nazar, bu uchrashuv O'zbekiston futbolchilari uchun Oliy Liganing debyutanti uchun yaxshigina maktab bo'lib xizmat qilishi shubhasiz. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Bunyodkor futbolchilari uni o'yinga kiritishmoqda. Lutfulla To'rayev. Hindistonlik futbolchilar markazdan navbatdagi hujumni rivojlantirishmoqda. To'p o'ng qanotga yetkazib berildi. Xurshid Yo'ldoshev biroz fursatni qo'ldan boy berdi. Natijada Jasur Hasanov raqibdan to'pni olib qo'ydi. Artyom Filipesyan. Lutfulla To'rayev. Anvar G'ofurov. Kamoliddin Murzoyev, Lutfulla To'rayev. Darvoza tomon yo'llangan edi, ammo himoyachilarga tegib qaytdi. Safar To'rayev, Javlon Ibrohimov, Fozil Musayev. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Sobir Usmonxo'jayev faollik ko'rsatmoqda to'p uchun kurashda. Javlon Ibrohimov bu kurashda ustunlikka erishdi. Ali Bobo Rahmatullayev. Aybek Karimov. Ali Bobo Rahmatullayev. Lutfulla To'rayev. To'p jarima maydonida Kamoliddin Murzoyev. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Tashabbus hozircha Bunyodkor futbolchilari tomonidan. Guliston vakillari ko'proq qarshi hujumlarga tayanib o'ynashmoqda. Buni taxmin qilish mushkul emasdi. Hozir Lutfulla To'rayev nohaq edi. Raqib jarima maydonida o'yin qoidasini buzdi. Doniyor Usmonov. To'pni oldin Mirziqqa yetkazib beryapti. Xayrullo Karimov bu yerda. To'pni qaytardi. Va Nosir Otaqo'ziyev biroz qaltis harakat qildi bu vaziyatda himoyachiga nisbatan.
To'p jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Kamoliddin Murzoyevga bu safar ham imkoniyat berishmadi himoyachilar. Filipasyan. To'rayev. Bobur Akbarov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Yonchilikdan Anvar G'ofurov to'pni o'yinga kiritib beradi. To'p jarima maydonida. Filipasyan. Fozil Musayev. Hozircha Guliston yaxshi himoyalanmoqda. Imkoniyat bermayapti Bunyodkor futbolchilariga, na jarima maydonida, na uning tashqarisida. Murzoyev yaxshi harakat qildi, ammo unda hujumda qo'llaydigan sherik topilmadi bu vaziyatda. Jasur Hasanov. Jasur o'zi zarba yo'llashga qaror qildi, ammo noaniq. Doniyor Usmonov. To'rtinchi turning aksariyat uchrashuvlari ertaga 30-mart sanasida bo'lib o'tadi. Shu kuni Dinamo Olmaliqni qabul qiladi. Buxoro Qizilqumga qarshi kurash olib boradi. Nasaf Namanganda Navbahor mehmoni bo'ladi. Sho'rtan o'z maydonida So'g'diyona bilan kuch sinashsa, Lokomotiv futbolchilari Farg'onada Neftchi mehmoni bo'lishadi. Bugun ta'kidlab o'tganimizdek, faqatgina ikkita uchrashuv bo'lib o'tadi. Metallurg Paxtakor va Bunyodkor Guliston. Darvoqe, futbol muxlislari Metallurg va Paxtakor jamoalari uchrashuvini ertaga telekanalimiz orqali kuzatish imkoniyatiga egalar. Yozib olingan holatda ushbu uchrashuvni demak bevosita telekanalimiz orqali ko'rishingiz mumkin. Aynan Bekoboddagi uchrashuv yakunlangach, Paxtakor futbolchilari Qatarga yo'l olishadi va Vaqfiyaga qarshi kechadigan o'yinga tayyorgarlik ko'rishadi. Uchrashuv ta'kidlab o'tganimizdek 3-aprel sanasida bo'lib o'tadi. Xurshid Yo'ldoshev to'pni o'ng qanotga yetkazmoqda. Ibrohim Rahimov, Xurshid Yo'ldoshev. Bunyodkor futbolchilari bu hujumni bartaraf etishdi, ammo maydon markazida Fozil Musayevdan to'pni olib qo'yishdi raqib futbolchilari. Rahimov, Musayev. Anvar G'ofurov, Muxulla To'rayev. Alibobo Rahmatullayevga to'p yetkazib berildi. Anvar G'ofurov. To'p jarima maydoniga yetkazib berilyapti va darvozabon bu to'pni ortiqcha qiyinchiliksiz egallab oldi. Darvoza tomon yo'llanmoqda. Sahob Jo'rayevning zarbasi ham noaniq. Bunyodkor futbolchilari jarima maydonida raqibning jiddiy qarshiligiga duch kelishgach, ko'proq uzoq masofalardan zarbalar yo'llashga ham harakat qilishyapti. Lutfulla To'rayevni, Jasur Hasanovni, Javlon Ibrohimovni, mana Sahob Jo'rayevni ko'rmoqdamiz bunday harakatlarni, lekin hozircha shu olis masofalardan yo'llanayotgan zarbalarga aniqlik yetishmayapti. Alibobo Rahmatullayevning imkoniyat zarba yo'llandi. Darvozabon to'pni qaytarmoqda. Lutfulla To'rayev. Anvar G'ofurov. Alibobo Rahmatullayev. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Himoyachilar uni
qaytarishmoqda. Sahob Jo'rayev zarba yo'lladi, ammo ko'ngildagidek chiqmadi uning zarbasi. Top Ignatiy Nesterovga yetkazib berilyapti. Bunyodkor himoyachilari hozir to'pni oldinchisiga yetkazib berishlari kerak. Xayrullo Karimov. Anvar G'ofurov. Top yana markaziy himoyachiga yetkazilmoqda. Karimov. Jasur Hasanov mana nihoyat chap qanotda to'pni qabul qildi. Raqibidan qochib ketishga harakat qilmoqda, ammo bu vaziyatda Guliston himoyachilari Jasur yetkazib bergan to'pni qaytarishni uddalashdi. Guliston qarshi hujumga o'tmoqda. Maydon markazida bu hujum bartaraf etildi. To'rayev yon chiziqdan to'p o'yinga kiritiladi. Birinchi bo'limning yarmi ortda qoldi. Stadionga yetib kelgan futbol muxlislarini ko'rib turibsiz. Alibobo Rahmatullayev to'p jarima maydonida. Kamoliddin Murzoyev birozgina to'pga yeta olmadi. Juda yaxshi imkoniyat yuzaga kelgandi hozir mezbonlarda. Jasur Hasanov to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Burchakdan to'p o'yinga kiritiladi, yana bir standart. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Va endi Doniyor Usmonov uni erkin zarba bilan o'yinga kiritib beradigan bo'ldi. Nosir Otaqo'ziyev bunyodkor futbolchilardan foul. Gulistonlik futbolchilar to'pni o'yinga kiritishadi. E'tibor qaratishingiz mumkin. Jasur Hasanov. Yo'q, bu vaziyatda Lutfullo To'rayev o'yin qoidasini buzgan ekan. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Kamoliddin Murzoyev. Himoyachilar unga qarshi faol o'ynashdi. Anvar G'ofurov to'pni tutmoqda. Sobir Usmonxo'jayev to'pni egallab oldi. Tezlik bilan qarshi hujumga o'tmoqda. Mana bu vaziyatda endi Sahob Jo'rayev nohaq edi. Raqibini qo'pollik bilan to'xtatib qoldi. Hozir e'tibor bering. Sobir Usmonxo'jayev to'pni raqibidan uzoqlashtira olgandi, ammo Sahob o'yin qoidasini buzdi. Agar hozir Sahob Jo'rayevdan qochib ketganda Sobir Usmonxo'jayev chindan ham Guliston futbolchilari juda yaxshi imkoniyatga ega bo'lishlari mumkin edi. Chunki jamoaning aksariyat futbolchilari bunyodkor.
maydonning ikkinchi yarmida qolib ketishgan. Xayrullo Karimov, Javlon Ibrohimov, Anvar G'ofurov, Ali Bobo Rahmatullayev, yana Sobir Usmonxo'jayev raqibdan to'pni olib qo'ydi. Chap qanot bo'ylab oldinga bormoqda. Javlon Ibrohimov to'pni egallab oldi. Katta tezlikda oldinga kelmoqda va Jasur Hasanovni to'p bilan ta'minladi. Xavfli vaziyat, to'p jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Kim yakunlaydi hujumni? Ali Bobo Rahmatullayev. Zarba yo'llandi darvoza tomon. Yana bir zarba. Va Kamoliddin Murzayev uzoq davom etgan hujumdan so'ng nihoyat Kamoliddin Murzayev uchrashuvda hisobni ochdi va Bunyodkorni demak hisobda oldinga olib chiqdi. Ketma-ket hujumlar tashkil etishayotgandi Bunyodkor futbolchilari Guliston jarima maydoni yaqinida. Nihoyat Kamoliddin Murzayev mana shu hujumlarni birini gol bilan yakunlashga muvaffaq bo'ldi. Fozil Musayev raqibdan to'pni olib qo'ydi va yana jamoa a'zolari jarima maydoniga yaqinlashib kelishmoqda. Jasur Hasanov va uning zarbasini darvozabon bartaraf etdi. Bizga esa Murzayevning goli takroran namoyish etilyapti. Shu tarzda demak mezbonlar hisobda oldinga chiqib olishdi. Jasur Hasanov, Abdulla To'rayev, Javlon Ibrohimov. To'p jarima maydoniga yuqoridan yetkazib berildi, ammo himoyachilar tomonidan qaytarildi. Ali Bobo Rahmatullayev uni raqib futbolchisi ta'qib qilib keldi. Natijada Ali to'pni darvozabonga yetkazib berishga majbur bo'ldi. Xayrullo Karimov, Jasur Hasanov, Javlon Ibrohimov. To'p chap qanotga Saqob Jo'rayevga yetkazib berilyapti. 30-daqiqa boshlandi qadrli futbol muxlislari. Toshkentdagi Bunyodkor stadionida davom etayotgan O'zbekiston milliy chempionatining 4-tur uchrashuvi. Bunyodkor Guliston qarama-qarshiligida 1-0 hisobda mezbonlar oldinda borishyapti. 27-daqiqada Kamoliddin Murzayev kiritgan gol evaziga. Musayev, G'ofurov, Rahmatullayev. Hozir Tohir Shamsuddinov Ali Bobo Rahmatullayevning hiylasini oldindan o'qiy oldi va to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Jasur Hasanov to'pni jarima maydoniga ajoyib tarzda yetkazdi va Guliston futbolchilariga tekkan holda to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Burchakdan to'pni Bunyodkor futbolchilari o'yinga kiritishadi. To'p oldida Jasur Hasanov. Jasur to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. So'nggi pallada Nosir Otaqo'ziyev to'pni yana maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Endi chap burchakdan to'pni o'yinga kiritishadi mezbonlar.
futbolchilari bu standartni ham bartaraf etishmoqda. Lutfulla To'rayev Kamoliddin Murzayev tomon to'pni yetkazgandi, lekin Kamoliddinning zarbasiga biroz aniqlik yetishmadi. Jasur Hasanov. Ustunlik to'liq Bunyodkor futbolchilari tomonidan. Gulistonliklar hozircha himoyada bexato o'ynashga intilib, o'sha qarshi hujumlarni kutishmoqda. Imkoniyat o'sha bunday vaziyat yuzaga kelsa, albatta tezkor qarshi hujumlar tashkil etishlariga shak shubha yo'q. Mana birgina urinish bilan to'p maydonning ikkinchi yarmiga yetkazib berildi, lekin Anvar G'ofurov bu to'pni qaytarishga tayyor turgan. Javlon Ibrohimov, Jasur Hasanov, yo'q, Safob Jo'rayev, Lutfulla To'rayev, G'ofurov, Rahmatullayev, Shamsuddinov. Gulistonlik futbolchilar to'pni egallab olishdi. To'p jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Ignatiy Nesterov birinchi bo'lib to'pga yetib keldi. Fozil Musayev, Jasur Hasanov, Lutfulla To'rayev. To'p jarima maydonida. Kamoliddin Murzayev bu to'pga yeta olmasdi. Ali Bobo Rahmatullayev. Ajoyib tarzda Kamoliddin Murzayev tomon to'pni yetkazdi. O'yindan tashqari holat yo'q edi. Fozil Musayev, Xayrullo Karimov, Javlon Ibrohimov. Oddiygina vaziyatlarda Bunyodkor futbolchilari xatoga yo'l qo'yishmoqda, to'p uzatishdi. Akbar Sattayev, Sobir Usmonxo'jayev. Sobir o'ng qanot bo'ylab jamoadoshlarini oldinga boshlamoqda. Bu yerda Xayrullo Karimov imkoniyat bermayapti raqib futbolchisiga. Va to'p maydon tashqarisiga Elyor Jahonovga tegib chiqib ketdi. Ignatiy Nesterov uni o'yinga kiritib beradi. 10 daqiqa qoldi. Birinchi bo'limda asosiy vaqt yakunlanishiga 1-0 Bunyodkor futbolchilari oldinda borishmoqda. Xayrullo Karimov Lutfulla To'rayevga to'pni yetkazdi. Anvar G'ofurov. Guliston futbolchilari to'pni o'yinga kiritishadi.
Fozil Musayev Xurshid Yo'ldoshovga nisbatan o'yin qoidasini buzganda hakam o'yinni to'xtatdi. Demak, gulistonlik futbolchilarda ham standart vaziyat yuzaga kelmoqda. Ko'ramiz, Baxtiyor Ashurmatov shogirdlari bu imkoniyatdan qanchalik naf chiqara olishadi. E'tibor qaratamiz ushbu holatga. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Anvar G'ofurov to'pni qaytardi va yana bir burchak zarbasi. Endi 10 burchakdan to'p o'yinga kiritiladi. To'p yuqoridan jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Musayev yo'q, hozir ko'rmadi. Chap qanotda Jasur Hasanov undan-da qulay vaziyatga chiqib borayotgan. Abdulla To'rayev o'yin qoidasini buzmoqda maydon markazida. To'p yuqoridan jarima maydoniga yetkazib berildi. G'ofurov. Ali Bobo Rahmatullayev raqibdan to'pni olib qo'ydi. Unga nisbatan foul ishlatilganligini hakam qayd etmoqda. Xayrullo Karimov. Saxob Jo'rayev. G'ofurov. Rahmatullayev. Guliston futbolchilari Ali Bobo Rahmatullayevni to'xtatib qolishni uddalashdi va natijada Rahmatullayev o'yin qoidasini buzish evaziga raqib hujumini to'xtatdi. Anvar G'ofurov Lutfulla To'rayev tomon to'pni tashlamoqda. Chap qanotga ajoyib tarzda to'p yetkazib berildi. Saxob Jo'rayev Jasurni qo'llab-quvvatlashi mumkin, ammo Jasur Fozil bilan o'ynashni ma'qul ko'rdi va zarbaga zarba yo'llamoqda. Mana bu anchagina xavfli hujum tashkil etishdi hozir mezbonlar. Lekin yana o'sha so'nggi zarbada birozgina aniqlik yetishmayapti. E'tibor qaratamiz hujumning rivojlanishiga. 41-daqiqa. Hamon Bruno hisobi saqlanib turibdi. Va uzoq masofadan Elyor Jahonov zarba yo'llab o'z omadini sinab ko'rdi, lekin uning zarbasi ham noaniq. Ali Bobo Rahmatullayev.
Albatta, Bunyodkor stadionining maydoni vaqt o'tishi bilan yaxshi bo'lib ketishiga shak shubha yo'q, ammo hali biroz fursat bor. Ko'rinib turibdi, o'sha maydon hali tayyor emasdek. Va albatta bu o'sha O'zbekiston milliy terma jamoasi ishtirokidagi uchrashuvda ham birozgina sezildi. Va hozirgi o'yinda ham hozir Guliston futbolchisi nohaq edi bu vaziyatda. 23-raqamdagi Sarvar Jo'rayev bugungi uchrashuvda ham o'sha futbolchilar bir-birlariga to'p uzatishayotgan pallada e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ba'zi texnik xatolar kuzatilyapti. Bu ham bevosita maydonning sifati bilan bog'liq. Jasur Hasanov himoyachilar Jasurdan to'pni olib qo'yishga muvaffaq bo'lishdi, ammo Jasur oxirigacha kurash olib bordi. Mana Gulistonda yaxshi imkoniyat bor qarshi hujumga o'tish uchun. To'p chap qanotga yetkazib berilyapti. Anvar G'ofurov raqibiga qo'pollik ishlatgani uchun jarima zarbasi belgilandi. Guliston futbolchilari to'p bilan Jasur ancha faol harakat qilyapti. Murzoyev tomon to'pni yetkazgan edi. Maydon markazida Javlon Ibrohimov to'pni egallab oldi. Fozil Musayev, Ibrohimov, Lutfulla To'rayev, Saxof Jo'rayev, Jasur Hasanov, Ibrohimov, G'ofurov. Anvar to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Bosh bilan berilgan zarba. Lutfulla To'rayev hozir o'z omadini sinab ko'rdi. Lekin zarba noaniq. Hasanov Fozil Musayevni oldinga boshladi. Jasur himoyachi ulgurdi hozir. Birinchi bo'lim asosiy vaqtning so'nggi daqiqasi o'tib bormoqda. Hamon 1-0 hisob o'yinida saqlanib turibdi. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi va darvozabon Doniyor Usmonov uni egallab oldi. Rahmatullayev, Lutfulla To'rayev, Lutfulla raqibiga nisbatan foul ishlatdi. Va aynan shu fursatda demak Rustam Bobomurodov hushtakchalik birinchi bo'lim yakunlanganligini e'lon qildi. Jamoalar 1-0 hisob bilan tanaffusga yo'l olishmoqda. Biz ham biroz dam olamiz va ikkinchi bo'limda sharhimizni davom ettiramiz. Yana Bunyodkor stadioniga qaytamiz. Futbol bo'yicha O'zbekiston 22-milliy chempionati 4-tur uchrashuvlari doirasida aynan shu stadionda mezbonlar Bunyodkor futbolchilari Oliy liganing yangi a'zosi Guliston klubini qabul qilishmoqda. Birinchi bo'limdan so'ng hisob 1-0. Uchrashuvning 27-daqiqasida Kamoliddin Murzoyev o'yinda hisobni ochdi. Mana ushbu holat bizga namoyish etilyapti. Uzoq davom etgan hujumdan so'ng dastlab Alibobo Rahmatullayevning zarbasini mehmonlar bartaraf etishdi. Ammo Kamoliddin Murzoyev zarba berishda mo'ljalda adashmadi va demak jamoadoshlarini hisobda oldinga olib chiqdi. Umuman birinchi bo'lim xususida gapiradigan bo'lsak, tashabbus to'liq mezbonlar tomonidan bo'ldi. Bunyodkor futbolchilari ko'plab hujumlar, ko'plab kombinatsiyalar tashkil etishdi. Ammo faqat bir bora
Doniyor Usmonov darvozasiga yo'l topa olishdi. Guliston futbolchilari esa ko'proq qarshi hujumlarga tayanib ish ko'rishdi, himoyada xato qilmaslikka intilishdi. Baxtiyor Ashurmatov ajoyib himoyachi bo'lgan, ajoyib markaziy himoyachi bo'lgan va bu borada jamoasida chindan ham yosh shogirdlarni tayyorlayotganligiga guvoh bo'ldik. Ko'pgina vaziyatlarda chindan ham himoya chizig'i vakillari Bunyodkor hujumchilariga haqiqiy bosh og'rig'i bo'la olishdi. Lekin hozircha Guliston futbolchilari Nesterov darvozasini ishg'ol eta olishganicha yo'q. Darvoqe bu gol Kamoliddin Murzoyevning goli Guliston uchun Oliy Ligada bugungi mavsumda o'tkazib yuborilgan birinchi gol. Shu paytga qadar 3 ta uchrashuv o'tkazgan gulistonliklar hali biror marta o'z darvozalaridan to'p olib chiqishmagan edi. Demak, bu borada ular darvozasiga birinchi golni Bunyodkor hujumchisi Kamoliddin Murzoyev kiritdi. Demak, ta'kidlab o'tdik, dastlabki bo'limda Bunyodkor tarkibida o'zgarishlar bor. Akmal Shorahmedovga dam berishgan bugun murabbiylar shtabi. Qolaversa, Aleksandr Pishchur ham zaxira o'rindig'ida, Marko Blajich esa umuman ro'yxatga kiritilmagan. Balki ikkinchi bo'limda tarkiblarda o'zgarish ko'rarmiz. Biz albatta bu xususda ham sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Qadrli futbol muxlislari, har ikkala jamoa a'zolari yana yashil maydonga chiqib kelishmoqda. Bir necha soniyadan so'ng ikkinchi bo'limga start beriladi va biz yaqin 45 daqiqa davomida ana shu qiziqarli uchrashuvning ikkinchi bo'limini birgalikda kuzatib boramiz. Bunyodkor tarkibida hozircha o'zgarish yo'q. Demak, uchrashuvni boshlang'ich tarkibda boshlagan barcha futbolchilar yashil maydonga chiqib kelishdi. Guliston tarkibida esa o'zgarish bo'ladi. 17-raqamda Alisher Shog'ulomov. Maydon chetida paydo bo'ldi, ammo dastlabki o'zgarish Eliyor Jahonov o'rniga 28-raqamda Ilyos Xayrov maydonga tushdi. Alisher Shog'ulomov kimni almashtirishiga hozir oydinlik kiritib olamiz. Xurshid Yo'ldoshevni almashtiradi. Jamoa sardori 9-raqamda o'ynagan Xurshid Yo'ldoshev o'rniga 17-raqamda Alisher Shog'ulomov maydonga tushdi. Bunyodkor tarkibida esa hozircha aytib o'tganimizdek o'zgarish yo'q. Endi ekranlaringizning chap tomonidagi darvozani Doniyor Usmonov qo'riqlaydi. Ikkinchi bo'limga start berildi va jamoalar tarkibini yodingizga solib o'tamiz. Guliston darvozada 24-raqamda Doniyor Usmonov, 2-Ibrohim Rahimov, 3-Akbar Sattayev, 18-Bobur Akbarov, 23-Sarvar Jo'rayev, 25-raqamda o'ynagan Eliyor Jahonov o'rniga 28-raqamda Ilyos Xayrov maydonga tushdi. 7-Robbimjon Hasanov, 15-Sobir Usmonxo'jayev, 22-Tohir Shamsiddinov, 9-raqamda o'ynagan Xurshid Yo'ldoshev o'rniga 17-raqamda Alisher Shog'ulomov maydonga tushdi va 11-Nosir Otaqo'ziyev. Bosh murabbiy Baxtiyor Ashurmatov. Bunyodkor futbolchilari hujumda Lutfulla To'rayevning zarbasi, darvozabon qiyinchilik bilan to'pni bartaraf etdi va Jasur Hasanov hisobni 2-0 keltirib qo'yish imkoniyatiga ega bo'lganda, ammo bu vaziyatda hakamlar golni inobatga olishmaydi. O'yindan tashqari holatni qayd etdi qanot hakami. Biz albatta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Demak, e'tibor qaratamiz. Qadrli muxlislar, Lutfulla To'rayev zarba berayotgan paytda e'tibor bering. Jasur Hasanov biroz himoyachidan ilgarilab ketgan ekan. Bu borada hakamlar demak to'g'ri qaror chiqarishdi deb aytsak bo'ladi. Bunyodkor tarkibi darvozada 1-raqamda Ignatiy Nesterov jamoa sardori, 4-Xayrullo Karimov, 6-Anvar G'ofurov, 8-Javlon Ibrohimov, 13-Lutfulla To'rayev, 14-Alibobo Rahmatullayev, 16
Artyom Filipasyan 17-chi, Kamoliddin Murzoyev 18-chi, Fozil Musayev 19-chi, Jasur Hasanov 23-chi raqamda Sahob Jo'rayev. Bosh murabbiy Mirjalol Qosimov. Uchrashuvni oliy toifali hakam Rustam Bobomurodov boshqarib bormoqda. Unga qanotlarda Ruslan Samandarov hamda Obid Jumayevlar yordam berishyapti. Rasmiy 4-hakam, 1-toifali hakam Sergey Ivlev. Barcha hakamlar guruhi, demak, Navoiy viloyatidan. Uchrashuv nazoratchi hakami milliy toifadagi hakam Sardor Najafaliyev. Bunyodkor futbolchilardan biri tibbiy yordamga muhtoj. Bu Xayrullo Karimov. Demak, mana aynan shu holatda e'tibor qaratamiz. Nosir Otaqo'ziyev bilan to'qnashib ketgan ekan Xayrullo Karimov. Shifokorlar yordam ko'rsatishadi maydon tashqarisida. Har ikkala jamoa fan klubi a'zolari. Gulistondan ham ko'plab futbol ishqibozlari yetib kelishganligi xususida birinchi bo'limda ta'kidlab o'tgandik. Ular dastlabki bo'lim davomida tinmay o'z jamoalarini qo'llab-quvvatlab turishdi. Sahob Jo'rayev to'pni o'yinga kiritib beryapti. To'p oldingi chiziqqa yetkazib berildi. Kamoliddin Murzoyev to'pni qabul qildi. Himoyachilar unga qarshilik ko'rsatishdi. Sobir Usmonxo'jayev bu vaziyatda yaxshi o'ynadi, imkoniyat bermadi raqibiga. Alisher Shog'ulomov to'pni o'ng qanotga yetkazmoqda. O'yindan tashqari holat yo'q. Nosir Otaqo'ziyev to'pga yetib keldi va uni jarima maydoniga yetkazib beryapti. Himoyachilar to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Guliston futbolchilari burchakdan to'pni o'yinga kiritishadi. Jarima maydoniga uzatib berilyapti. Sobir Usmonxo'jayev. Sahob Jo'rayev qaytardi zarbani. Fozil Musayev to'pni egallab oldi Guliston futbolchilari. Yana to'pga egalik qilishmoqda Ibrohim Rakimov. To'p jarima maydonida, xavfli vaziyat. Ikkinchi bo'limni Guliston futbolchilari ancha faol boshlashganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Demak, tanaffusda Baxtiyor Ashurmatov o'z shogirdlariga kerakli ko'rsatmalarni bergan. Xato va kamchiliklar xususida yetarlicha shogirdlari bilan gaplashib olgan. Tanaffusdan so'ng Guliston aynan o'sha olib borilgan ikkita o'zgartirishdan so'ng chindan ham o'yinni kuchaytira oldi. Ammo bu holat necha daqiqaga yetadi? Muhimi ana shunda. Bunyodkorda baribir Gulistonga nisbatan tajribali futbolchilar jamlanishgan, tajriba bor va kuchni 90 daqiqaga taqsimlashni yaxshi bilishadi. Hozir mana Gulistonda yana bir imkoniyat. Alisher Shog'ulomov. Biroz shoshildi hozir Alisher. Demak, ikkinchi bo'limda Gulistonning qarshi hujumlari yanada xavfli tus olsa ajab emas. Murzoyev. Uchulatorayev. Bunyodkor hujumi davom etmoqda. To'p jarima maydonida. Himoyachilar to'pni qaytarishdi va Guliston himoyachisining qo'liga to'p tekkandi, lekin bu vaziyatda hakamlar e'tibor qaratib o'tirishmadi, chunki futbolchi atayin to'pga qo'li bilan o'ynamagandi. To'p jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Ignatiy Nesterov o'z vaqtida to'pga chiqib keldi va uni egallab oldi. Tezlik bilan to'pni o'yinga kiritib berdi. Ali Bobo Rahmatullayev o'ng qanotdan oldinga boryapti. Fulla To'rayev, Anvar G'ofurov, Javlon Ibrohimov.
Sahob Jo'rayev. Yo'q, himoyachilar Bunyodkorning hujumini bartaraf etishdi. Shog'ulonov. Sobir Usmonxo'jayev chap qanotda bo'shliq yuzaga kelyapti, lekin Sobir biroz shoshildi. Hozir aniqroq to'pni jamoadoshiga yetkazganda anchagina xavfli qarshi hujum tashkil etish imkoniyati bor edi mehmonlarda. Arulla Karimov. Karimov. To'pni oldi Mirziqqa yetkazib beryapti Kamoliddin Murzoyev. Ikkinchi qavatda ustunlikka erishdi Fozil Musayev. Jasur Hasanov to'pga yetib keldi. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Bu vaziyatda Rustam Bobomurodov Bunyodkor futbolchilari to'pni o'yinga kiritishlarini ko'rsatmoqda. Jarima maydoniga uzatib berilyapti. Artyom Filipasyan. Murzoyev. Ali Bobo Rahmatullayevga zarba berish imkoniyatini qoldirishmadi himoyachilar. Yana bir urinish, lekin Filipasyanning zarbasini oldi. Daqiqa yakunlandi. Demak, 55-daqiqa boshlandi uchrashuvda. Hamon 1-0 hisob o'yinda saqlanib turibdi. Maydon markazida to'p uchun kurash. Ibrahimov. Sahob Jo'rayev. Jasur Hasanovga imkoniyat berishmadi. Sobir Usmonxo'jayev to'pni egallab olib oldinga bormoqda. Arulla Karimov hujumni qaytardi. Arullaga nisbatan foul. Lutfulla To'rayev. Shog'ulonov. Ibrohim Rahimov. Bunyodkor futbolchilari egallab olishdi. Jalloy Ibrohimov. Fozil Musayev. To'rayev to'p jarima maydonida Kamoliddin Murzoyev. Yo'q, darvozabon to'pni egallab oldi. Filipasyan to'pni qaytarmoqda. Fozil Musayev. Jasur Hasanov. To'rayev. Sahob Jo'rayev imkoniyat zarba. Birozgina aniqlik yetishmadi hozir Sahobning zarbasiga. Karimov to'pni jamoadoshlariga yetkazmoqda.
Xo'jayev to'p uzatishda xatoga yo'l qo'ydi. Oxir ochig'i jamoadosh kutmaganda hozir. Sobir aynan to'pni unga yetkazib berishini. Anvar G'ofurov maydonga tashlab berdi. Jalol Ibrohimov, Fozil Musayev bunyodkor hujumga o'tmoqda. O'ng qanotdan hujum davom etadi. Ali Bobo Rahmatullayev to'pni jarima maydoniga yetkazdi. Kamoliddin Murzoyev qanday imkoniyatni qo'ldan chiqarmoqda? Jasur Hasanov zarba ko'ngildagidek chiqmadi. Bundan avvalgi vaziyatda lekin Kamoliddin Murzoyev juda yaxshi imkoniyatga ega bo'lgandi bosh bilan. Ana e'tibor qarating. Ali Bobo Rahmatullayev unga qanday sharoit yaratib bergandi, ammo birozgina Kamoliddin to'pga yeta olmadi. Karimov raqibga nisbatan o'yin qoidasini buzdi. Nosir Otaqo'ziyevga nisbatan Robbimjon Hasanov jarima zarbasini amalga oshirmoqda. To'p yuqoridan jarima maydoniga yetkazib berildi va Ignatiy Nesterov uni egallab oldi. Tezlik bilan Ignatiy to'pni maydonga tashlab berdi. Ali Bobo Rahmatullayev, Abdulla To'rayev, yana Ali Bobo Rahmatullayev. Himoyachilar imkoniyat berishmadi. Bunyodkor futbolchilardan biri tibbiy yordamga muhtoj. Bu Ali Bobo Rahmatullayev. Yo'q, u o'rnidan turmoqda, demak hammasi joyida. Uchrashuvni davom ettirsa bo'ladi. Bunyodkor futbolchilar raqibga to'pni qaytarib berishdi. Guliston futbolchilari hujumda. To'p qarama-qarshi qanotga yetkazib berilyapti, ammo noaniq. Fozil Musayev, Jasur Hasanov. Jasur to'pga yugurib ham o'tirmadi, chunki o'yindan tashqari holatda qolgandi. Ana e'tibor berishingiz mumkin ushbu holatga. Doniyor Usmonov to'p maydon markaziga yetkazib beryapti. Abdulla To'rayev qabul qildi. Jalol Ibrohimov raqibdan to'pni olib qo'ydi va o'zi oldinga bormoqda. To'p yana qanotdan jarima maydoniga yetkazib beriladi. Yo'q, Lutfulla To'rayevga to'pni uzatishni ma'qul ko'rdi Ali Bobo Rahmatullayev. Fozil Musayevning zarbasi noaniq. Lutfulla To'rayevga nisbatan foul. Anvar G'ofurov. Anvar to'pni jarima maydoniga yetkazib beryapti. Darvozabon o'z o'rnida. Doniyor Usmonov. To'p
tashqarisiga chiqib ketdi. Bunyodkor futbolchilarini o'yinga kiritishmoqda. Jasur Hasanov, Javlon Ibrohimov, Anvar G'ofurov, Ali Bobo Rahmatullayev, To'rayev. Maydon markazida kattagina bo'shliq yuzaga kelmoqda. Guliston hujumi va yarim himoyasi o'rtasida yana bir imkoniyat va gol. Lekin qanot hakami bayroqchasini ko'tarib turgan ekan. O'yindan tashqari holat. Yana bir gol inobatga olinmayapti. Demak, Oleksandr Pishur maydonga tushadi. Mana e'tibor qaratamiz. Ochig'i bu yerda hamma barcha futbolchilar harakatda bo'lganligi bois ham chindan ham to'p kiritgan futbolchi o'yindan tashqari holatda turgandek taassurot qoldirdi. Chunki himoyachi orqaroqda qolib ketganda, ammo aynan to'p uzatilayotgan pallada u chindan ham biroz orqaroqda edi. Demak, Fozil Musayev o'rniga Oleksandr Pishur maydonga tushdi. To'rayev to'p uzatishda xatoga yo'l qo'ydi. Gulistonlik futbolchilar tezlik bilan qarshi hujumga o'tishmoqda. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Alisher Shog'ulomov to'pni maydonda saqlab qola olmadi. Alisher Anvar G'ofurov, Ali Bobo Rahmatullayev va Doniyor Usmonov. "65 daqiqa. Hamon Bruno hisob saqlanib turibdi. Martin Filipasyan o'yin qoidasini buzdi raqibiga nisbatan. Guliston futbolchilarida standart vaziyat yuzaga kelmoqda. Jarima zarbasini amalga oshirishadi. Baxtiyor Ashurmatov shogirdlari uchrashuvning 66-daqiqasida. E'tibor qaratamiz. Uzoq masofadan yo'llangan zarba jonli devorda turgan futbolchilarga tegib qaytdi. Takroriy zarba esa noaniq. Ali Bobo Rahmatullayev to'p jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Sahob Jo'rayev, Ibrohim Rahimov Javlon Ibrohimovdan qochib ketishga harakat qildi. Karimov to'pni jarima maydonidan uzoqlashtirmoqda. Lutfulla To'rayev Jasur Hasanovga to'pni yetkazdi. Javlon Ibrohimov
jarima maydoniga uzatib berildi va ajoyib imkoniyat Aleksandr Pishurda. Lutfulla To'rayevga e'tiroz bildiryapti Pishur. Hozir Lutfulla To'rayev o'z omadini sinab ko'rganda, demak o'zgarish bo'ladi Guliston tarkibida. Sobir Usmonxo'jayev maydonni tark etadi. Zafar Boraqulov maydonga tushdi. Bu vaziyatda rostdan ham Aleksandr Pishur e'tibor bering, Lutfulla To'rayevdan yaxshiroq vaziyatda turganda, ammo To'rayev darvozaga to'pni o'zi yo'llashni ma'qul ko'rdi. Shu bois ham jamoadoshi, hujumdagi jamoadoshi biroz e'tiroz bildirdi Lutfullaga. To'p jarima maydoniga tashlab berilyapti, himoyachilarni qaytarishdi. Sohab Jo'rayev. Jasur Hasanovni oldinga boshlamoqda Sohab. Doniyor Usmonov maydon markaziga yetkazib berdi. Bu yerda Bunyodkor vakillari raqibdan to'pni olib qo'yishdi. Kamoliddin Murzoyevning imkoniyat, zarba yo'llagan edi Kamoldan, ammo himoyachi uni to'xtatib qolishga muvaffaq bo'ldi. To'p yo'liga to'g'anoq bo'ldi aniqroq. E'tibor qaratamiz. Akbar Sattayev hozir to'p yo'liga to'g'anoq bo'lgan edi. Yon chiziqdan to'p o'yinga kiritilmoqda. Guliston futbolchilari ikkinchi bo'limni ancha faol boshlashgan edi. Ketma-ket hujumlar tashkil etishdi, ammo bu hujumlar samara bermagach, tashabbus yana sekin-asta Bunyodkor futbolchilari tomoniga o'tmoqda. Lekin Guliston futbolchilari butkul himoyaviy o'yin ko'rsatishyapti deb ayta olmaymiz. Vaqti bilan hujumlarga ham o'tib turishdi, pozitsion hujumlar tashkil etishga intilishmoqda, standart vaziyatlar yuzaga kelyapti, lekin hozircha o'sha hujumning yakuniy pallasida jamoa a'zolariga biroz omad yetishmayapti. Sarvar Jo'rayev to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. To'p jarima maydonida. Jasur Hasanovning zarbasi va darvozabon jamoadoshlar joniga oro kirdi. Sohab Jo'rayev birinchi bo'lib to'pga yetib keldi. Darvozabon biroz jarohat olgan ko'rinadi hozirgi zarbadan. E'tibor qaratamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham hozir Doniyor Usmonov qiyin vaziyatda jamoadoshlarini qutqarib qoldi goldan. Bunyodkor jamoasi muxlislari ana shu tarzda futbolchilarni qo'llab-quvvatlashmoqda.
Xayrullo Karimov to'pni o'ng qanotga yetkazib beryapti. Anvar G'ofurov. Alexander Pishur. To'pni tashqarisiga chiqib ketdi. Sarvar Jo'rayev. Lat yegan futbolchi 23-raqamdagi Sarvar Jo'rayev. Bu vaziyatda Ali Bobo Rahmatullayev unga nisbatan biroz qaltis harakat qilgan ekan. Demak, shifokorlar Sarvar Jo'rayevga ham yordam ko'rsatishadi. Sahob Jo'rayev to'p jarima maydoniga yetkazib beryapti. Jasur Hasanov. Yana bir imkoniyat Bunyodkor futbolchilarida. Himoyachilar faol o'ynashdi hozir. Anvar G'ofurov. Ali Bobo Rahmatullayev yo'q. Mana Gulistonda qarshi hujumga o'tish uchun imkoniyat bor. Gulistonlik futbolchilar maydon markazida to'pni o'z nazoratlarida ushlashmoqda. Alisher Shog'ulomov. Alisher to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi va Ignatiy Nesterov ortiqcha qiyinchiliksiz to'pni egallab oldi. Tezlik bilan Lutfulla To'rayevni oldinga boshlamoqda. Sahob Jo'rayevga kelib tushdi to'p. Javlon Ibrohimov. Kamoliddin Murzoyev to'pni o'ng qanotga yetkazdi. Akbar Sattayev yaxshi harakat qildi. To'rayev. Jasur Hasanov. Kamoliddin Murzoyev zarba yo'llamoqda bosh bilan, ammo noaniq. Alexander Pishurgacha to'p yetib kelmayapti. Bunyodkor jamoasi murabbiylar shtabi. Yana bir bor muxlislarga eslatib o'tamiz. Bunyodkor futbolchilari Osiyo Chempionlar Ligasining 3-tur uchrashuviga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Javob Qosimov shogirdlari 2-aprel kuni aynan shu stadionda Xitoyning Pekin Guan klubiga qarshi kurash olib borishadi. Aynan Pekin Guan hamda Bunyodkor klublari ikkita turdan so'ng 4 tadan ochko jamg'arib peshqadamlik qilishmoqda. To'plar nisbati Bunyodkorda yaxshiroq. 4-2, Pekin Guanda esa 2-1. Guruhda Pohang Steelers hisobida 2 ochko bor. Sanfrecce Hiroshima esa hali birorta ham ochko jamg'ara olmadi. Jarima zarbasi Guliston futbolchilari uni amalga oshirishadi. Bu anchagina xavfli standart bo'lishi mumkin. Ignatiy Nesterov ham shunga yarasha joli devorda turgan futbolchilardan hushyorlikni talab qilmoqda. Demak, e'tibor qaratamiz maydonga. To'g'ri darvoza tomon yo'llangan zarba Bobur Akbarov ijrosida. Ammo bu zarbaga ham aniqlik yetishmadi. Bunyodkor tarkibida yana bir o'zgarish. Igor Taran maydonga tushadi. U Kamoliddin Murzoyevni almashtirmoqda.
nafar hujumchini almashtirdi hozir. Mirjalol Qosimov. Dastlab Aleksandr Pishur maydonga tushdi. Mana endi Igor Taran ham hujum chizig'ida Pishurga yordam berish kerak. Jasur Hasanov. Abdulla To'rayev. Javlon Ibrohimov biroz qaltis o'ynadi raqibiga nisbatan. Va sariq kartochka ko'rsatiladi Javlonga. Xavfli o'yin namoyish etgandi hozir Javlon Ibrohimov. Igor Taran maydonga tushganligi translyatsiya rejissyorlari tomonidan bizga eslatilmoqda. Gulistonlik futbolchilar to'pni o'yinga kiritib berishadi. Bobur Akbarov. Xayrullo Karimov yetkazib bergan to'pni qaytardi. Otaqo'ziyev. Yana bunyodkor futbolchilar to'pni egallab olishdi. Abdulla To'rayev jamoadoshlarini oldinga boshladi, ammo bu to'p Doniyor Usmonovga kelib tushdi. Karimov to'pni qaytardi. Igor Taran. Ali Bobo Rahmatullayev o'ng qanotdan hujum boshlanadi. Anvar G'ofurov, Javlon Ibrohimov, G'ofurov. Pishur. Taran. Yana Pishur. G'ofurov himoyachini ortda qoldirishga erishdi, ammo uni jamoadoshi qo'llab-quvvatladi bu vaziyatda va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Guliston futbolchilari to'pni o'yinga kiritib berishadi. So'nggi 10 daqiqa. Albatta hakamlar uchrashuvga 3-4 daqiqa vaqt qo'shib berishsa ham kerak, chunki ikkinchi bo'limda to'xtalishlar bo'ldi. Hamon o'sha 27-daqiqada Kamoliddin Murzoyev kiritgan gol yagonaligicha qolmoqda. 1-0 oldinda Bunyodkor. Igor Taran. Taranga nisbatan foul ishlatildi. Jarima zarbasi belgilanmoqda Guliston darvozasi tomon. Abdulla To'rayev to'p oldida. To'p jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Xavfli vaziyat. Himoyachilarga tekkan holda to'p yana qaytdi va burchakdan to'pni Bunyodkor futbolchilari o'yinga kiritishadi. To'rayev to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Himoyachilar o'z jarima maydonlaridan to'pni uzoqlashtirishdi, ammo to'p hamon Bunyodkor futbolchilarida.
Jo'rayev to'pni qaytardi. Lutfulla To'rayev, Jalol Ibrohimov, Anvar G'ofurov. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Taran. Undan to'pni olib qo'yishdi Guliston himoyachilari. Ha. İlyos Xayrovga sariq kartochka ko'rsatilmoqda. Mana bu vaziyatda raqibining orqasidan to'pga tashlandi. O'yin qoidasini buzdi. Bu vaziyatda hakamlar qaroriga qo'shilmay ilojimiz yo'q. Rustam Bobomurodov umuman hakamlar guruhi bugun yaxshi ishlashmoqda. Qanot hakamlari ham o'sha o'yindan tashqari holatlarni aniqlashda Bunyodkorning yana kiritgan ikkita goli inobatga olinmadi va ikkalasida ham takroriy vaziyatlarda ko'rdik. O'yindan tashqari holat bor edi. Qolaversa mana bunday vaziyatlarda o'yin qoidasi buzilishi, follar, jarima zarbalar belgilanishi, xullas barcha borada hakamlar ancha ishonchli o'yin namoyish etishyapti. Bu borada e'tiroz yo'q hech qanday. Jarima zarbasi anchagina xavfli nuqta. Bunyodkor futbolchilari ko'ramiz hozir ushbu standartdan qanchalik foydalana olishadi. Pishur to'p oldida. Lutfulla To'rayev. Ochig'i hozir ancha chiroyli. Usulni qo'llashdi Bunyodkor futbolchilari jarima zarbasida, kutilmagan va chiroyli. Ammo zarbaga aniqlik yetishmadi. Besh daqiqa qolmoqda asosiy vaqt yakunlanishiga. Jasur Hasanov yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritmoqda. Mana Baxtiyor Ashurmatov ekralaringizda. Jasur to'pni jarima maydoniga yetkazib beryapti. Bishur to'pni to'xtatib darvozaga zarba yo'llashga ham ulgurdi, ammo ko'ngildagidek chiqmadi uning zarbasi. Filipasyan o'yin qoidasini buzdi. Bunyodkor shu paytga qadar o'sha 22-milliy chempionatning dastlabki 3 ta turida raqiblar darvozasiga 3 tadan kam to'p kiritmagandi. Birinchi turda Sog'diyona darvozasiga javobsiz 5 ta to'p kiritildi. Ikkinchi turda Nasaf, uchinchi turda esa Qizilqum darvozalariga ham 3 tadan to'p kiritildi. Natijada 3 o'yinda raqiblar darvozasiga Bunyodkor futbolchilari tomonidan 11 ta to'p kiritilgan edi. Bugun esa mana uchrashuv yakuniga yetib bormoqda. Poytaxtlik futbolchilar faqatgina bitta gol urish bilan cheklanishdi. Bu ham qaysidir ma'noda Guliston bugun Oliy Liga debyutanti Bunyodkorga yetarlicha qarshilik ko'rsata olganligini anglatadi. Kim biladi, balki yangi maydonga moslashish qiyin kechayotgandir Bunyodkorga. Ammo bugungi o'yin nihoyatda muhim edi. Chunki ta'kidlab o'tdik, oldinda Osiyo Chempionlar Ligasi uchrashuvi kutmoqda Bunyodkorni. Shu bois ham ana shu o'yin oldidan har holda
yangi stadionda rasmiy uchrashuv o'tkazib olish anchagina kerakli edi. Mirjalol Qosimov 3-hujumchini ham maydonga tushirmoqda. E'tibor bering. Bahodir Pardayev maydonga tushadi. Alibobo Rahmatullayev o'rniga maydonga tushadi Bahodir Pardayev. Aliboboga bugun maydonda 88 daqiqa davomida kurash olib borish imkoniyati yaratib berildi. Har ikkala jamoa ustozlari ham o'yinchi almashtirish borasidagi o'z imkoniyatlaridan to'laligicha foydalanib bo'lishdi. 3 tadan futbolchi almashtirildi jamoalarda. Shur top maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Taran to'pni egallab oldi. Bahodir Pardayev o'ng qanotda to'pni jarima maydoniga yetkazib beryapti. Taran to'pni to'xtatdi. Pishur yo'q. Himoyachilar hujumni ham qaytarishmoqda, ammo to'p hamon Bunyodkor vakillarida. Karimov Jasur Hasanovni qo'pollik bilan to'xtatib qoldi bu vaziyatda Guliston futbolchisi. Rustam Bobomurodov ham o'yinni to'xtatdi. Asosiy vaqtning so'nggi daqiqasi o'tib bormoqda. Sohob Jo'rayev va Lutfulla To'rayevlar to'p oldida. Lutfulla to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Bishur jamoadoshlar tomonidan to'pni yetkazdi, ammo Doniyor Usmonov to'pni egallab oldi. 3 daqiqa vaqt qo'shib berildi ikkinchi bo'limga. Nosir Otaqo'ziyev Ibrohim Rahimovni to'xtatib qolishdi bu vaziyatda Bunyodkor vakillari. Sohob Jo'rayev Pishurni oldinga boshlamoqda. Jasur Hasanov, Karimov. Taran to'pni egallab oldi, ammo to'xtata olmadi o'ziga moslab. Guliston bu yilgi mavsumda uchinchi jamoaga bosh og'rig'i bo'ladi shekilli. Baxtiyor Ashurmatov o'z so'zining ustidan chiqmoqda. Chindan ham jamoa qanday o'rinlar uchun kurashmasin, qanday holatda bo'lmasin, maqsadimiz raqobatbardosh jamoa yaratish va kuchli klublar, ayniqsa Bunyodkor, Paxtakor, Nasaf, Lokomotiv kabi jamoalarga munosib qarshilik ko'rsatish deb mavsum avvalida biz bilan suhbatda shunday fikrlarni ishlatgan edi. Ko'rinib turibdi, chindan ham uning shogirdlari jiddiy raqiblarga qarshi munosib tarzda o'ynay olishadi. Albatta biz mavsum davomida omad tilab qolamiz. Guliston vakillariga ham, Bunyodkor va Paxtakor jamoalariga esa Osiyo Chempionlar Ligasi uchrashuvlarida, Milliy chempionat, mamlakat kubogi bellashuvlarida, xullas muhimi o'sha Oliy liganing yangi a'zolari kuchlilar safida 50 tada o'z o'rinlarini saqlab qolishlari va muxlislarni xursand etishlari albatta. To'p yana bir bor jarima maydoniga yetkazib berildi, lekin Nosir Otaqo'ziyev uni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Burchakdan to'p o'yinga kiritiladi qo'shib berilgan so'nggi daqiqada.
yetkazib berilyapti. Guliston uchun so'nggi imkoniyat. Mag'lubiyatdan qutulib qolish uchun to'p maydon markaziga yetkazib berilyapti. Abdulla Karimov. O'yin qoidasi mezbonlar tomonidan buzilganligini qayd etmoqda Rustam Bobomurodov. Tohir Shamsuddinov to'pni o'yinga kiritib beradi. To'p jarima maydoniga yetkazib berilmoqda. Himoyachilar uni qaytarishdi. Va aynan shu fursatda Rustam Bobomurodov hushtak chalib uchrashuv yakunlanganligini e'lon qildi. Demak, Bunyodkor futbolchilari o'z maydonlarida Guliston jamoasini 1-0 hisobda mag'lubiyatga uchratishdi. Uchrashuvdagi yagona gol muallifi Kamoliddin Murzoyev. Natijada Bunyodkor o'z ochkolari sonini 12 taga yetkazdi. Hozircha 100% natija qayd etishmoqda Mirjalol Qosimov shogirdlari. Guliston futbolchilari esa endi chempionatning 5-tur uchrashuviga tayyorgarlik ko'rishadi. Bunyodkorning oldinda Osiyo Chempionlar Ligasi uchrashuvi kutmoqda. Shuningdek, yana bir bor fursatdan foydalanib, Paxtakor va Bunyodkor futbolchilariga Chempionlar Ligasi bellashuvlarida omad va zafarlar tilab qolamiz. Xizmatingizda Zafar Imomxo'jayev bo'ldi. Translyatsiya rejissyori Jamoliddin Suyarov. Men sizlar bilan xayrlashib qolaman. Navbatdagi bellashuvlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.